Assalomu alaykum qadrdonlar, hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Yo'qsa like qizg'anmasdan bosib qo'yasizlar. Hammaga manfaatli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Niyat qilganlar, iloyim shunaqangi xonadonlarda yashash sizlarga ham albatta nasib qilsin. Hojona, hojotalar bilan shunaqangi xonadonda komfort sharoitda yashashlik nasib qilsin. Ko'rib turganingizdek, Navesda ustalar yorvoration qilib taqatda o'zimga ham yo'qdi. Niyat qildim, xudo xolasa biz ham xonadonimizga shunaqangi sifatli Lexan mahsulotlaridan Naves qilib berishadi. Narxlarini jinday o'rtarog'ida aytamiz, chunki ko'pchilik ko'rmayapti. Iloji boricha jigarlar. Hozir usta akamiz bilan ma'lumotni beramiz. Ustaga keling endi, qayerga ketyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chaylar. Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamang. Juda chiroyli holatda bo'libdi. Shu o'rta tomonda bitta olib berasiz, bagati chiqadi, chiroyli chiqadi. Nima dedingiz usta? Zo'r bo'ladi albatta. Qo'lingiz gul, juda chiroyli holatda chiqibdi. Bizga ham yo'qdi. Xudo xolasa biz uyga ham qilib berasiz. Hammamizga nasib qilsin shuni. Albatta. Shu ko'rib turgan odamlar har bittasiga shunaqangi chiroyli holatda Naveslar, uylar, imoratlar qilish nasib qilsin. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa. Xo'p, endi kvadrati necha kvadrat bo'ldi bitta hozir qanaqa fason qilindi? Aka, hozir bu joyda lazer fasonli Naves qilib berdik. Lazer fasonda. Lazer fasonli Naves qilib berdik. Kvadrati 91 kvadratni 52 million so'mga o'rnatib berdik. 52 million so'mga 90 kvadrat. 91 kvadrat. 91 kvadrat bo'lgan. Lazer fason deyapsiz. Lazer fason to'liq nimalari hammasi 100% 1.8 li lazerda bo'lgan. Mana bu stoykalari 8 ga 6, 2 2 stenada bo'lgan. Profillarimizni hammasi 4 ga 4, 2 lik qalinlikda bo'lgan. Juda chiroyli chiqibdi. Bu Lexan endi nima endi xususiyati aka? Bu Lexanni xo'p xususiyati yozda salqinroq bo'ladi, 70-80%. Qishda mana yomg'ir nimadan saqlaydi. Hovlilarda, remontlarda, bu burchatkalarda, atrof zinalarda muzlanmaslikni oldini oladi. Endi yomg'ir, qor tushmaydi xullas shu joyga. Nimaga bu tarafni qilib olmadilar? Bu tarafda endi kelajakda hojibom qilamiz dedi. Hozircha shetni qilib turaylik dedi. Ko'chib chiqishar ekan. Hali bu yerga ko'chib chiqishga yo'q, xudo xolasa. Ko'chib chiqishgandan keyin bu ikkala yonni ham yopib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, endi aka bu kraskalariga qanaqa? Kraskalari ko'chib ketmaydi inshaalloh. Yo'q, xudo xolasa ko'chmaydi. Yaqinroqdan ko'rsatib berasiz, kraskalari ko'chmaydi. Sepmaydi. Necha yil garantiya berasiz? Kraskasi 10 yil garantiya beramiz kraskasiga. Kraskasini o'ziga 10 yil. 10 yil garantiya beramiz. Xo'p, endi o'rtalari sal o'rtada stoyka bo'lmabdi. Bu ko'tarishiga qancha garantiya berasiz misol uchun? Ko'tarishiga 100% garantiya beramiz, xudo xolasa. Biz ham bandamiz. Albatta. Sababchi. Sababchi. Ammo sababini qilib mustahkam qilinadi, ishga javob beriladi inshaalloh. Ishga 100% javob beramiz, xudo xolasa. Xo'p, imенно shu holatda kvadratini siz aytgan o'sha stenkalarda nech puldan qilib berdingiz hozir общий? 580 mingdan tushdi. 580 mana shunaqa atrofida tushdi. 580. Shu holatda qilaman desa 580 ming so'mdan bo'lgan. Biz 600 mingdan dogovor qildik. Ha. Hojibom bilan shu ozgina laqta bor, o'tib bering dedi. Ha. 600 mingdan dogovor bo'lgan. 600 mingdan dogovor. 600 ming so'mdan xuddi mana shu holat dogovor bo'lgan Hojibom bilan. 600 ming so'mdan. Shunaqa. Xo'p. Endi aka, misol uchun endi hammani ham bunaqa darajada qilishga qurib yetmasligi mumkin. Sal arzonroq variantda Lexandan bo'ladigan bo'lsa, lazersiz fasonda nech puldan qilib berasiz? 400 ming so'mdan 1 million so'mgacha Lexanli variantini qilib beraveramiz. Bu ham profildan bo'ladi. Profildan bo'ladi. Xohlagan variantda qilib beramiz. Xohlagan variantda. O'zbekistonda 14 ta viloyatiga dostavka ustanovkasi besplatni, hech qanday pul qo'shilmaydi. Shu dogovor qilingan pul ichida bo'ladi. O'zbekistonda 14 ta va 12 ta viloyat bor jon aka. Qoraqalpog'iston avtonomi hazil qilib qo'ydilar, biladlar, to'g'ri tushunasizlar. Slivlarigacha besplatni qo'yib beramiz. Slivlar. Sliv o'zingizdan bo'ladimi? Hamma yo'q o'zimizdan. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Slifigacha o'zimizdan bo'ladi. Slifi. Slifi ham. Slifi endi o'zbekchasini aytganda bu tarnov deyiladi. Ruschasi endi ko'pchilik endi ruschaga o'tib ketdi-yu. O'shaning uchun juda ham yaxshi. Demak, Lexan varianti profildan aralashtirib qilinadigan bo'lsa 400 ming so'mdan 1 million so'mgacha shunaqa holatda bo'lar ekan. Endi undan ham arzonrog'ichi. Undan ham arzonrog'i tunika fonli variantlari bor. Tunika fonli variantlarimiz 300 ming so'mdan 450 ming so'mgacha bo'ladi. Xo'p, bunga nimalar kiradi? Shu hamma material profil bo'ladi, kraskasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat quruq tunikadan yopsak 300 ming so'mdan bo'ladi. Tagiga DVP, orasiga steklovata yoki falga tashlasak, narx qo'shilib boraveradi. Lazerli variantda bo'lib turib, shumkali bo'ladigan bo'lsa, 450 ming, 420 ming so'mdan chiqaveradi kvadrat. Ha, ya'ni o'zingiz tushuntirasiz, shunaqa. Endi to'liq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. To'liq ma'lumot beriladi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Odam ishlatmaydilar, o'zlari xudo xolasa
chiroyli qilib sizlarga yoqadigan qilib agar yoqmasa pul to'lashmaydi. Yoqmasa pul to'lashmay qo'yaveradi. Javob Javob. gapingizga. Gapga javob. Siz ham shedriy odam ekansiz. Xudo xolasa akamizni nomerlarini qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, sizlarga ham shunaqangi sifatlik, naves, kazirok, umuman tom yopish xizmatlarini qilib beradilar. Aloqaga chiqaverasizlar, jigarlar. Salomat bo'linglar.